Aka, esingizda bo'lsa, o'tgan safar sizga mana shuni 3 talik spitsasini ko'rsatdim har bitta qatorda. Bu safar aka sizga 5 taligini olib keldim. Bilasizlar, yaxshi do'konlar har doim yaxshisiga qarab harakat qiladi. Do'stlar, sizlar uchun 16 ta spitsali, xohlasangiz bir o'zingiz bemalol yursangiz bo'ladi, xohlasangiz yoningizga parosingiz ham bo'laveradi. Sifati prosta dahshat. Gapimni eslab qoling. Har bitta qatorda 5 tadan spitsa, bu degani qattiq shamollarda ham, uncha-munchada o'ynab ketmaydi. Yomg'irda ham, quyoshda ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Hamdasa sovg'a qilish uchun ham bayram kunlariga juda ham chiroyli rasvetkalardan bittasi ko'rishingiz mumkin. Menga bilasiz, eng yoqqan rangini videodan boshlayman. Videoga bitta like bosib turing. Siz yoqtirgan rasvetkasi ham bor. Undan tashqari ko'rishingiz mumkin. Siniy bilan qorasi ham bor, ruchkasi va kurosni ishlangani juda ham did bilan akkuratni hech qanaqa bezelarsiz ishlatilgan. Mana bu siniysi ham bitta ko'rsangiz bo'ladi. Nima deydi? Ana boylarning rasvetkasi deydimi? Ochilishini kurosni ishlatishingizga ham juda ham qulay. Avtomat knopkada ochasiz, knopkada shunday yig'ib mashinaga tashab qo'yasiz aka. Siz uchun juda ham qulay, hamdasa sizga yoqar deyman bunaqasi. Qarang. Knopkada ochasiz, knopkada yopib qo'yasiz. Ana lipuchiga o'xshab ajralib ketib, o'ynab ketib qolmaydi. Yomg'irlarda bemalol mana o'zimga bitta duo qilib turib ishlataverasiz. Videoga bitta like bosing, bolalarga siz rasmlarni tashlab berishadi.